Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Şərq Türkistan avazının gündəlik xəbərlərini görüşünlə qarşılamız. Şərq Türkistan sürgün hökumətindən muhacirətdəki Uyğurlarga namayış çağırığı. Xitay Şərq Türkistanın Qashqarda ciddi halda model doktorxanası qurishga başlagan. Yusufjon Ahmedga qurolli hujum qilish vaqasiga chetishliq 2 gumondor qo'lga olindi. Türkiye Tashqi ishlar ministri Çavuşoğlu İslam hamkorlik yig'inida Uyg'urlarni tilga oldi. Eronning yadro qurollarini taraqqiy qildirish rahbari Muhsin Faxrizoda qaslab o'ldirildi. Tövəndə dehqonlar xəbərlərimizin təfsili məzmunları bo'lsin. Şərq Türkistan sürgün hökumətinin baş ministri, Şərq Türkistan Milli Uyg'unish harakatining qo'rg'uvchisi va raisi Salih Xudoyor muhojiratdagi Şərq Türkistan xalqiga chaqiriq qilib, har yili 10 dekabr kunining xalqaro kishilik huquq xotiri kuni bo'lib, mush munosabat bilan muhojiratdagi barliq qarindoshlarni o'zi turishliq joylarda namoyish uyushtirishni alohida tavsiya qilgan. Xalqarada Uyg'ur masalasini kun tartibga kelgan bugungi kunda biz orzu-istaklarimizni butun dunyoga texmi bildirib turishimiz va Xitoy tajovuzchilariga bo'lgan harakat faoliyatlarimizni bir kun to'xtatib qo'ymasligimiz kerakligini, bugungi dunyo vaziyatini qo'ldan berib qo'ymasligimiz kerakligini ta'kidlab, muhim chaqiriq nutq so'zladi. Muhojiratdagi Şərq Türkistan xalqining bir niyat, bir maqsad, bir ovozda chaqiriq aktiv ovoz qo'shishini umid qilamiz. Aldığımızdaki 12. ayının 10. günüdeki xalqarалық kişilik hukuk günününki xalqara bunu hatırlayan günü. Şunun için biz bu günde xalqarada xalqımız namayış kılış gerek. Namayış kılış veya ki başka hareket kılışınlarını çağırıp kılma. Biz aziz qarindoshlar davomliq harakat qilib turishimiz kerak. Xalqaro bizga qarayotgan vaziyatda biz davomliq orzuyimizni, talablarimizni xalqaroga davomliq bildirib turishimiz kerak. Va yana o'zimizmi davomliq harakat qilib turishimiz kerak. Shuning uchun men yana barliq tashkilotlarni, shaxslarni, faoliyatchilarni va umumiy xalqimizni, avam xalqni hareket qilishinglarga chaqiriq qilaman. Mayli o'zingizga o'z turishliq davlatingizda shu aşağıdaki BDT'nin ishxonasi bulamdı va yoki o'z turishliq parlamentning oldida bulamdı va yoki tashqi ishlar ministrligining oldida bulamdı. Namoyish qilishinglarni va yoki namoyish qilinmaydigan holatda bo'lib qolsa, masalan koronavirus tufaylidan teşkilatlarınki veya ki aşağıdaki dönen arkadaşlardaki Şərq Türkistan veya ki Uyghur teşkilatlarınki bir tor arkalık bolsunmu faaliyet yürüyüşünlerini talep kılıman. Nima üçün bu kunda namoyish qilmaydigan vaqtda hozir hammadan biladi, Xitoy atalmış şu niminiki PDT'ninki kişilik hukuk kengişide o'rin oldi. Bununla bizninki narazılıkımızı bildirişimiz gerek. Xalqarada insoniyatga qarshi jinoyatlar o'tkazayotgan bir hukmronlikniki, bir davlatniki kişilik hukuk kengişide a'zo bo'lishi insoniyatga qilingan bir nima insaniyat kılıngan bir hakaret desek buludu. Şunun için bunu biz xalqaraga narazılıkımızı bildirişimiz gerek. Ve BDT'ninki Xitayni qo'g'lab chiqarishini, bo'libmi şu kişilik hukuk kengişidan qo'g'lab chiqarishini talab qilishimiz gerek. Ve yana xalqaraga bizninki Şərq Türkistan xalqininki birden bir yol qutuluş yolumuz. Biz için kişilik hukukimizni, dini erkinlikimizni veya ki mevcutlukimizni saqlab qalalaydigan birden bir yol devletimizin mustaqillik nasli keltirish bo'lganligini xotirlatishimiz kerak aziz qarindoshlar. Şərq Türkistanning Qashqar, Janubiy Mo'ng'ulning Manjuli va Tianjin, Shanxay, Fuyang, Anhui qatorliq o'lkalarda Xitoy virusi bilan yuqumlanish ahvoli og'ir bo'lgan. Bunun içinde Şərq Türkistan'dan Qashqarda Xitoy virusi bilan yuqumlanish eng og'ir rayonga aylangan. Tor xabarlarning oshkorlashicha Xitoy hukumati kecha kunduz model doktorxonasi qurishga boshlagan.
Ammo hukumat doiralari amaliy Xitoy virus yuqum ahvolini yushirib, munosabatlik uchurni, ijtimoiy taratqularni, shaxslarning aloqalashish vositalarini alohida kontrol qilgan. Taratqularning atrofli xabar qaraganda 24 oktyabr kunidan boshlab Qashqar shahrida Xitoy virusi bilan yuqumlangan 17 yoshli bir qizning bayqalganligi. Uningdan keyin Xitoy virusidan yuqumlanish tezligi kuchayib, atisi 137 yangi yuqumlanuvchi e'lon qilgan. Shuning bilan bir vaqtda Qashqarga kirib chiqishni cheklagan. Hozir Qashqarda bildirilgani 400 dan ortiq kishi Xitoy virusi bilan yuqumlangan. Lekin amaliy yuqum ahvoli buningdan nechasi ortiq. Xitoy doiralari oldingi oyning oxirida Xitoy virusi yuqumining tarqalish ehtimolligini asosiyatdan yo'qotqili bo'lganligini e'lon qilgan. Xitoy Sayya komitetining sonliq ma'lumotlarida ko'rsatilishicha, 27 noyabr soat 0 dan 24 gacha Xitoyda yangi yuqum ahvoli ko'rilmagan. Ammo yuqumning amaliy ahvoli aniq bo'lmagan. 27 noyabr kuni bir to'rdosh sinalg'u lentisini yo'llab, Qashqar universal bog'lanma rayoni atrofida kecha-kunduz qurilish xizmatlarining jiddiy olib berilayotganligini, model doktorxonasi qurishga boshlaganligini, munosabatlik ahvol Xitoy virus yuqumining rasmiy e'lon qilingandan og'ir ekanligini aytgan. Türkiye soqchilari 2 noyabr İstanbul avcılarda qoralliq hujumga uchrab, og'ir yaralangan Yusufjon Ahmadning Dilosal chetishliq 2 gumondorni qo'lga olgan. Soqchi taraf gumondorlardan birining qo'lga olinish jarayonining sin ko'rinishini tarqatgan. Türkiye tarafdorlarining 26 noyabr xabar qilishicha, Yusufjon Ahmadning 2 noyabr İstanbul avcılar rayoni Deniz Ko'shiklar mahallasi Ahmad Kaya yo'lda qoralliq hujumga uchrashiga chetishliq 2 gumondor qo'lga olingan. Soqchi taraf jiddiy qutquzishda davomlayotgan Yusufjon Ahmadga hujum qilgan gumondorlardan birining qo'lga tushirilish jarayoniga doir bir sin ko'rinishni e'lon qilgan. Egilishicha gumondorlardan Aliyo 11 noyabr İstanbul Küçükçekme rayoni Jannat mahallasidagi bir harakat qo'lga olingan bo'lib, Ömer ismli gumondor 20 noyabr soqchixonaga kelib taslim bo'lgan. Yusufjon Ahmad 2 noyabr İstanbul vaqtiga soat 11 atrofida noma'lum kishilarning qoralliq hujumga uchrab, og'ir yaralangan edi. Yusufjon Ahmad 2019 fevralda Al Jazeera xabar kanalining ziyoratini qabul qilib, o'zining burun Xitoy jasuslik organlari uchun xizmat qilishga majburlanganligini, qanday tahdidga uchrayotganligini oshkorlagan. O bu sababli Xitoy bexatarlik organlari tarafidan tahdidga uchrab kelganligini aytgan. Yusufjon Ahmad uchirgan qoralliq hujumda qo'li va bo'yin qismi o'q tekkan bo'lib, jiddiy davolanmoqda. Yigirma 27 noyabr Türkiye Tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu Nigeriya poytaxti Niameyda o'tkazilgan 47 navbatlik Islom hamkorlik tashkiloti Tashqi ishlar ministrlari kengashig'ida so'z qilib, Uyg'urlarni tilga olgan. O Uyg'urlarga aloqador biror konkret tavsiyada bo'lmagan bo'lsa-mu, lekin Uyg'urlarni o'z ichiga olgan musulmonlarning asosiy huquqi va erkinlik uchun gap qilish kerakligini bildirgan. Uning Uyg'urlar haqidagi so'ziga boshqa musulmon davlatlarning qanday inkas qaytarganligi ma'lum emas. Islom hamkorlik tashkilotining Uyg'ur masalasida sukut qilishi yoki Xitoyni qo'llashi 200-nimichilik deb izchil tanqid qilinib kelgan. Anadolu agentligining xabar qilishicha, Çavuşoğlu har yili 15 martni Islamofiya, ya'ni islom o'chmanligiga qarshi turish kuni qilib bekitishni qo'llaydiganligini bildirib, buningdan boshqa Uyg'urlar, Rohingyalar, Siprostik turklar, Gretsiyadagi turk musulmon ozonliqlar, Jammu Kashmirdagi qarindoshlar, Yevropadagi musulmonlar va boshqalarning asosiy huquqi va erkinlik uchun gap qilishimiz kerak degan. Çavuşoğlu buningdan bir qancha kun avval Turkiya parlamentining tashqi ishlar hamchot yig'inida o'ktish partiyalarining tanqidiga uchragan. 24 noyabr kuni Turkiya parlamentidagi tashqi ishlar ministrligining 2021-yillik hamchotini muzokara qilish yig'inida İYİ partiyasining muavin raisi, parlament a'zosi, peshqadam diplomat Ahmed Kamal Er-Ozan apandi tashqi ishlar ministrligini Uyg'ur masalasi ko'ngil bilmadi deb ayblagan. Navbatda Turkiya parlamentida 4 partiya vazifa o'tayotgan bo'lib, Uyg'ur masalasi parlamentdagi 2 o'ktish partiya tarafidan izchil holda o'tirib qo'yilib kelmoqda. 27 noyabr juma kuni Eronning yadro qurollari planining mas'uli, mutaxassisi, loyihalaguvchisi, Eron inqilobi qo'g'dinish atirtining yuqori darajalik amaldori Muhsin Fahrizod Eron poytaxti Tehronning sharqidagi Absard qaslab o'ldirilgan. Bu harakat Eron mustabidligiga yana bir cho'ng zarba deb qaralmoqda. Eron davlat mudofaa ministrligi qurolliq kishilarning Muhsin Fahrizodining mashinasiga hujum qilib, og'ir yaralanganligini, davolash unum bermay qazo qilganligini bayon qilgan. Eron tashqi ishlar ministri Zarif Isroiliyani hujum qildi deb ayblagan. Muhsin Fahrizod Eronning yadro qurollarini taraqqiy qildirishga rahbarlik qilgan va Amad programmasi deb atalgan maxfiy yadro harbiy harakatiga mas'ul bo'lgan. 2018-yil Isroiliya bosh ministri Netanyahu Erondan erishgan yadro qurollarini taraqqiy qildirishga munosabatlik bir turkum maxfiy hujjatlarni e'lon qilgan va Muhsin Fahrizodining ismini alohida tilga olgan ekan. Shu yili Trump hukumati Eronning kelishimini o'rindamay, Amerikadan davomli mablag' olgan deb qarab, Obama davrida imzolangan Eron yadro kelishimidan chekingan. Bir necha kun ilgari Xalqaro atom energiyasi organi Eronning uran zapasining Eronning yadro kelishimining 12 hassasiga teng ekanligini xabar qilgan.
Diqqat qilishga arziydigani shuki, 16 noyabr kuni Mohsin Fahrizod o'ldirilishdan burun Nyu-York vaqt gazeti Trumpning yaqin kelgusida Eronning asosliq yadro aslahalarini bombardimon qilish qilmaslik to'g'risida maslahatchidan fikr olganligini, ammo qatnashuvchilarning qarshiligida bombardimon plani to'xtatilganligini xabar qilgan. Bu yil beshida Amerika Eron inqilobi qo'g'dinish atritining rahbari va dunyodagi birinchi nomorliq terrorchi deb atalgan Sulaymonni o'ldirgan. U rayondagi amerikaliklarga terrorlik hujumi planlagan ekan. Mohsin Fahrizodning o'limi Sulaymonni o'ldirilganga o'xshash Eron mustabidligiga yana bir cho'ng zarba deb qaralmoqda. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.